Ha, shu. Abdulazqar chiroyli qiz ekan. O, milliy kiyimda, ha? Ibola xayoli qiz Mana ekan. shu qizni urayman. Ya qo'ysangiz aka. $100 gar o'ynaysanmi? Ilintiraman mana shuni. Bo'pti. Qani? Boring qani? Bo'ldi, gap yo'q. $100. Kechirasiz yaxshi qiz. Pulingiz tushib qoldi. Voy, kechirasiz, meniki emas. Men sizni sinab ko'rgandim. Juda ham vijdonli qiz ekansiz. Bu pul sizga. Rahmat, shart emas. Marojnimi yoki bir tushlikka taklif qilsam nima deysiz? Rahmat, kerak emas. Ismingiz nima? Mavluda, Xursandman. Ozod. Mabodo sizni otangiz bog'bon emasmi? nega? Shunday chiroyli gulni o'stirganiga aytaman. Hind kinolarini ko'p ko'rasizmi, nima deysiz? Ha, men sevishni oshiq otaxonlarda o'rganib kelganman. So'nggi nafasgacha bo'lmasmiz ayro. Senga jonim fido. Senga jon fido. सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं $100 tushdim o. रब दिखता है Ha? Yur. Ha? Menga qara. Yugurishga qan deysan? Hay, unchalik emas, nimaga? Jon kerak bo'lsa qoch. Nimaga qochaman? Nimaga? Qoch! Hagi. Meni singlimga gapirayotgan hali senmi, ha? Men emas aka. Urlaring. Men unaqa bola emasman, lekin urishim kerak. Qayerda qolib ketding? Shunchalik tez yugurib ketding. Ko'zim. Qayerda qolib ketding? Men seni o'tib ketdimmi deb o'ylabman. Qanaqa urib Men senga necha marta aytganman, sport bilan shug'ullan deb. Nima? Agar siz qisib o'tirganingizda men shu ahvolga tushmas edik, tushundingizmi? Meni urdi hammasi. Ko'rdingizmi do'stlar? Agar odam sport bilan shug'ullanmasa, mana shunaqa ahvolga tushib qoladi. Nima? Sport? Mana sport. Ko'rdingizmi? Sport sog'lik garovida. Tire